emas. Kutilmagan holat. Sardor aka mana yordam berishdi o'rniga videoga olyapti. O'zi bilasizmi shunaqa vaziyatda faqat videoga olinadi. Balonimiz chiqib ketdi. Metaliler bo'lsa ham 2008-2009'lari 2020 Trailblazer'dan yaxshi deyapti-da. Ular orasida ekan, jihozlari Tuzumlarga borolmay stoyatdan keyin. Nimalarini 2008-2009 nimalarda 16 ming, 17 ming, 20 minggacha olsangiz bo'lar ekan-da. Ha. 24 ta deyapman. 24 50 dan baland. 24'lar. Soatimiz millari 8 dan 40 minut o'tganini ko'rsatmoqda. Qor hali ham yog'yapti. Bizni sheriklar o'sha yo'lga tushdi. Biz xudo xolasa mana bu tog'ni beli bilan chiqib turib, mana shunaqasiga borib, mana bu tog'ni ustiga chiqamiz. Keyin qaytib turib, orqasiga o'tib ketamiz. Kulkamsoyga. Bugungi plan bo'yicha. Bu yerga qishin yozi mana shu Rakiyunur degan Eko park. Shuni Amirda yonida darvozasidan kirib ketdilar. Doim ochiq turadi. Qarshimizda turgan kichik chimyon cho'qqisi odatda klassik eng oson cho'qqilardan hisoblanadi. Ko'tarilish bor yo'g'i 500 metr, lekin o'zining haqiqiy balandligi 2099 metrni tashkil qiladi. Unchalik ham juda ham oson emas, lekin odatda toqqa chiquvchilar uchun asosan mana shu yerdan boshlab o'zlarining sayohatlarini boshlaydi. Ko'pincha. O'zi tuman tushib boshladi va yana qor yog'yapti. Bizlar kichik chimyonga chiqish uchun mana bu darvozadan chiqib ketamiz. U yog'iga qor bo'lmagan paytlari aniq ko'rinib turadigan so'qmoq bor va o'sha so'qmoqdan ketaversa bo'ladi. Bu yerga bir narsa deb yozib qo'yibmiz. Darvozani yopinglar degan bo'lsa kerak. Да, закройте дверь за собой. Ko'z vaqti chiqish shunchalik ham juda chiroyli emas. Chiqishda o'zi mazza-ku. Juda chiroyli bo'lmaydi atrof muhit. Sababi hamma joy tosh, to'proq, chang bo'lib turadi. Qishda boshqacha, lekin tog'da har doim qor bo'ladi. Har doim. Toshkentda yog'ish yog'masligidan qat'iy nazar mana shunaqa bir ajoyib manzara kishining kayfiyatiga ham albatta ta'sir qiladi. Yo'limizdan Qorbobo chiqib qoldi. Laplandiyadan Chimyongacha kelgan ekan. O'zbekcha ham bilar ekan. Artem kechasi mana bu yerda tunab qolgan. Dugonasi bilan. Qorqiz bilan to'g'riroq. Сколько градусов было? Минус, наверное, не знаю, минус 5. Минус 5? Ну ладно, терпимо. Нормально. Все таки для тебя. Ладно, удачи. Она наказ. Спасибо. Дедушку заберите. Что, уже надоел? Нет, у него энергии много. Не знаешь, куда потратить, Артем? Давай с нами. С вами? Да? Ладно. Qalin tuman tushgani uchun yo'ldan soladashib qoldik. Shu tomonga qarab yursak kerak. Qor kuchaydi. Bizda qor anchagina kuchaydi. Orqamizda ham gruppalarning ovozi eshitilyapti.
Видимость, то есть ko'rish darajasiga где-то 30 metrdan oshiq emas. Biz davom etamiz. Tuman qalin bo'lgani bilan bu bizda unchalik xavotirlanayotgani yo'q. Sababi so'qmoqqa tushib oldik. Bu yo'lda adashish mumkin emas. Faqat shu so'qmoq bo'ylab ketaversa bo'lgani. Qolgan ikki tomon archazor va boshqa har xil daraxtlar bilan qoplangan. Yurishni pashta imkoni yo'q u tomonda. Tumanda ancha tarqaganini ko'rishimiz mumkin. O, ana zdaniyalar ko'rinyapti. Pastdagi. Bu hech narsa ko'rinmayotgandi. Sizlar juda yomon ketgan-ku. Hozir endi yaxshi bo'lib ketgan u. Sizlar ham ishlari. Vodiynikani kengroq keyin odamlar sal yaxshiroq haydaydi. Keyin anu galagan lampochka kam. Men bu yerdan hozir tizalab o'tishimga to'g'ri keldi. Bunaqa ekan. Bunaqa joylarga chiqmaslik mumkinmi? Tabiat chiroyliligini qarasin. Ana bizning manzilimiz. Mana shuni ustiga chiqishimiz kerak. So'qmoq bo'ylab ketyapmiz. Перевалga. Pisochniy deyiladi, adashmasam. Pisochniy перевалga keldik. Shu yerdan hozir chapga burilamiz. Shunaqasiga. Nima? Qalinlashdi, chunki tepasida. Xo'p. Mana bu yerda trapa bor ekanda. Mana bu tomon jon rosa tikka joyda, ehtiyot bo'lish kerak. Qum toyib ketib qolishi mumkin bizga. Mana oldinga o'tkazib yuborishdi. Lekin men yo'ldan yurish sal qiyinroq. Ustoz, nima bo'lyapti? Yo'l ochuvchimiz 1 metrgacha chuqur qilib ketyapti. Amallar ma'murlar bundoq qilib ketyapmiz. 4 oyoqlab beraymi? Siz uchun. Nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Yomon tikka. Bo'ri yuradigan, yurgan yo'q. Yo'limizning eng qiyin qismlaridan bittasi. Tikka chiqish kerak. Men yo'l ochib ketishim kerak. Qor sonimdan kelyapti. Shu raqamimda bor. Unda ham Abdulloh mavzusini ko'raver. Pastda bulutlar, tog'lar, toshlar, tepada tog'lar, biz o'rtadamiz. O'zbekcha, inglizcha. Yana tamam boss. Quyosh ko'rindi. Yana ko'rinmay qoldi.
Orqamizda boshqa gruppalar kelyapti. Biz birinchi bo'lib yo'l ochib ketyapmiz. Mana Kichik Chimyon tepasidamiz. Bu yerda qor 5 metrgacha yetadi, Davron aka aytishi bo'yicha. Orqamizda Katta Chimyon. Sardor aka, Muhammadjon. Bu yerga yaqinlashish unchalik tavsiya etilmaydi. Chunki shundan pastga tushib, to'g'ri Chorvoqqa yo'nalib ketish mumkin. Mana Oq tuman degani mana shu bo'lsa kerak. 1 metr oldimizda ko'rinmaydi. Hamma yo'q. Oppoq. Lekin hech narsa ko'rinmaydi. Ajoyib, a? Bunaqa tabiat hodisasiga birinchi marta duch kelishim. Oldimda где-то 1 metr ko'ryapman. 1 metrdan boshqa hech narsa ko'rinayotgani yo'q. Может, kamerada ko'rinayotgandir. Bu yoqda Tavba. Yo'l yo'q. Yo'l yo'q, mana bular ham beligacha ana qilib yuryapti. Ular nima qilyapti? insonlarning saxovatlilari odatda qiyin endi odam ochyapti. Ладно. Вы тоже. Дорога откройте. Yep. Mana bizani maestro Sardor Glani oshpazimiz choylar va joylarni tayyorlayapti. Sarkevamiz. Давай. Qon yuradi. Nimadir u yaptı mana shu yerda. Ketdi bular mana. Ba'zi joylarda unchalik qiyin emas. Tushsa bo'ladi. Bo'lsa, toy tushsa bo'ladi. Mana shu yer juda opasni joy. Yotib ketgan. Yotib ketgan shu yerdan o'taverib. Ha. Pastga ketib qolasiz. O'tgidi, ha.
Я вас обгоняю? Спасибо. Пожалуйста. Ko'rkonga chiqmaymizmi? Ha? Men ketyapti-ku kimdir. Qarab kelyaptim vaziyatni faqat. Yuring, men sizdan oldin. Qoching. Böyle tezroq yuring. Ha! O'qiymiz. Shu ustidan tushyapmiz. Ha. Yana qancha tushib olamiz? Yarim soat. Думаю, да. Думаю, да. Вот. Ular nima tushib qolmadimi? Ha? Yo'q. Tushmadi. Setkani aytyapsizmi? Tushmadi. Normal. Ah. Zo'r bo'ladi. Ha. Ha, maza qilib kelishdi. Ha, вообще. Ba'zi chiqish-ku qiyin, qordan nima bo'lsa ham. Bizga nisbatan maza qilishganda. Kurtkam yechsammikin, qizib ketyapman. Lekin u nimani yo'lga tushamiz, Ha. Shunaqa. Birinchi, men ikkinchi deb ketaverasizda. Birinchi, men ikkinchi deb ketaverasizda. Oh my gosh.
Kameraga omang ye. Omang ye. Bu sifat kuchuk ekan.